Assalamu alaykum muhtaram televizyon görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık haberler programımızı. Mazkur programımızda bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Ben Erkin. Men Gulchehra. Yaşlıq baharının 11 yılını Xitay türməsində ötküzüşkə məcbur bolğan Abdulkim Abdurahim 30 may Xitay türməsindən qoyub berildi. Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Rabia Qadirxanının oğlu Abdulkim Abdurahim 2006 yılı 1 iyun başqa iki qarindishi bilan birga qo'lga olingan və 2007 yılı aprelda to'g'ri maqola yozib bölgünçilikni targ'ib qildi degan jinoyat bilan 9 yil kesilgan edi. Ayni chaqda G'arb ellari va xalqaro kishilik huquq organlari Xitoyning Rabia Qadirxonimdan o'ch olish maqsadida uning farzandlarini turmaga tashlaganligini bildirishgan. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Rabia Qadirxonim mundaq dedi. Oğlum Abdulkim 9 yıllık jaza müddetini minut, sekundlar bilan to'liq tugutib, qora darvozadan chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, Abdulkim Abdurahim jaza müddetini Urumchi 4-turmada o'tagan. O'z farzandlarining turmadan hayot chiqqanligini bir ufuq deb qaragan Rabia Qadirxonim buni xalqaro jamiyat va kishilik huquq tashkilotlarining to'kpisidan ayirib qarag'ini bo'lmaydiganligini aytdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo ishlari bo'limi direktori Teykumar Apandi bu xabardan so'yinganligini bildirish bilan birga Xitoy hukumatini Rabia Qadirxonim oilasini parakanda qilishni to'xtatishga va Abdulkimning safar qilish erkinligini bo'g'maslikka chaqirdi. Abdulkim Abdurahim 1999 yilda bir qitim qo'lga olingan, ham Xitoy turmasida 2 yil yotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, aroq tamak setishni majburlash tizimi Qog'liq noyisidimi keng ko'lamda va qattiq shaklda yo'l qo'yilgan. Hatto yemak-ichmak do'koni ochgan diniy zotlarmi bu tizimga bo'ysunishga majburlangan. Muxbirimizning Qog'liq noyi Saybaq yeza O'yli kent mas'ullaridan egallishicha, O'yli kent masjidining xotibi Tursun Mamatmi tirikchilik qilish uchun ochgan yemak-ichmak do'konida aroq tamak setishdan o'zini qochirolmagan. Buningdan boshqa yana Himit Haji, Mehmet Niyaz Haji qatarlıq 4 hacimmi amalsız halda dükkanlarga aroq tamak sağan. Bu haqda fikir bayon qilgan ikki kent mas'ullari bularning yuqorining o'rinlashtirishi ekanligini oshkorladi. Bu yil 29 aprel Xotanning Laskoy bozorimi Uyg'ur dukkandorlarini aroq tamak setishga majburlab bir uqtirish chiqargan va bu uqtirish dunyoviy inkas qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari 2014-yilda Bugur vaqasida o'ldirilgan fidoilarning farzandlarini Urumchiga olib ketgan. O'tgan yili 21-iyun Bugurda Xitoy soqchilariga hujum qilish vaqasi yuz bergan. Xitoy axborotlari hujumda 50 ga yaqin odamning o'lganligi, ularning 40 nafarining hujumchilar ekanligini bildirgan edi. Keyin hujum yetakchisining Tursun Mamat ismli Uyg'ur yosh ekanligi, hujumda er-xotin har ikkisining hayotidan ayrilganligi oshkorlangan. Ziyoratimizni qabul qilgan Bugurlik bir yaşangan kishi mundaq dedi. Ularning bolalarini hukumat Urumchiga olib ketdi. Mehmet Tursunning 3 bolasi bor edi. Cho'ngi 6-7 yoshlarda, kichigi 3 va 1,5 yoshlarda. Hukumat o'zimiz boqimiz deb olib ketdi. Momisi bovisiga bermadi. Uningdan boshqa qolgan ota-onalar o'lib ketgan bolalarni ham olib ketdi. Xitoy soqchilari bu vaqtdagi savollarimizga bo'lsa javob berishni rad qildi. Xitoy bultur Toqsu noyisida yuz bergan 24 yanvar zanjirsimon portlash vaqasida rol olgan 100 dan ortiq soqchini mukofotlagan. Bultur 24 yanvar Toqsu bozoridagi piyodalar ko'chasida zanjirsimon portlatish vaqasi yuz bergan. Shu kuni 12 nafar fidoyi taslim bo'lishni rad qilib, 3 motosikletdagi bombalarni portlatgan. Vaqada 6 nafar fidoyi hayotidan ayrilgan va 6 nafari asirga tushgan edi. Mana bu vaqada 3-darajali xizmat ko'rsatgan bir soqchi xodimining oshkorlashicha, shu qitimqi vaqada vazifa o'tagan 100 dan ortiq soqchi 3 darajaga ayrilib mukofotlangan. Ba'zilari yuqori mansablar bilan tartiblangan. Bu xil katta mukofotlashlar Aqsuning Shayar noyisidami yo'l qo'yilgan. 2015-yili 29 may tarixchi To'xtum Muzart yurak kesili sababi bilan Beijingda olamdan o'tdi. Uning sirliq o'limi uni yaqindan biladigan Uyg'urlarni qayg'uga cho'mdirdi. To'xtum Muzart 1999-yili davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati bilan 11 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'xtum Muzart asli Yaponiyada o'qiyotgan tarix fanlari doktori. U 1998-yili 6 fevral tadqiqotga kerakli materiallarni olib Yaponiyaga qaytishida Beijing aydirimida tutqun qilingan va 1999-yili martda jazoga tortilgan. U 2009-yili 10 fevral qo'yib berilgan edi. Keyingi xabarlarda To'xtum Muzart qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin erkin bo'lamaganligi, uning barliq harakatlari ta'qib qilinganligi
Hatto ishqimi maxsus belgilangan hukumat xodimi ilib keladiganligi ilgari surilgan edi. Uning meyiti oilasidagilarga berilmay, Beyjingga yerlikka qo'yilgan. 3 iyun Türkiye'nin Kayseri şehrinde mezkur şehirde panahlangan Uygur musafirlarının farzandlaridan 60'dan artıq balanın sünnetini qilish murosimi o'tkazildi. Murosimni mezkur şehirga joylashgan Sharq Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyati uyushtirdi. Tashkilot rahbari va Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Seyit Tömtürk apandining bildirishicha, bu balalarning bir qismi ota-onasiz, bir qismining dadisi yoki boshqa tuqqanlari Xitoyda turmada yetayotganlar ekan. U mundaq dedi: "Bu faoliyatdan maqsad ularning bosh panohsiz emasligi, yolg'iz emasligini his qildirish." Ma'lum bo'lishicha, Turkiyada o'g'illarning xatnasi doktorxonalarda qilinadigan bo'lib, bu qitimliq faoliyat faqat bir simvollik murosim ekan. Bu bolalarning xatnasi bu haftadan boshlab doktorxonada qilinishga boshlandi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Aman bo'linglar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh.